Abdulaziz, menga qara. Sen praktikan eding-a, to'g'rimi? Xuddi shunday. Demak, qara. Tergovchi Jumayev qachonga uchrashasan? Mana bu ish hujjati bilan yaxshilab tanishib, so'ng menga axborot berasiz. Tushuntir oldimmi? Xo'p bo'ladi. Marhamat, ketaverishing mumkin. Ahad aka, yangi ish bola yo'qolgan. Charchadim. Keyin ko'rarman. Ahad aka, ikkinchi odam yo'qolgan. Ish ko'pligidan ulgurib bo'lmayapti. Boryapman. Bugun mana o'tirishim bor. Bezovta qilmanglar. Aka, axir ikkinchi odam. Aytdim-ku, bezovta qilma dedim. Buni ko'ring.